Boydi bolasi birinchi mikrorayonga parkda oldida 3 qavatli dom kelganmiz. Hozir bir o'rtog'imiz chaqirdi. Uyini yangi remont qilgan. Uyga kirib kelganingizdan keyin mana oyoq kiyimlarni yechib, taxlab qo'yish uchun shkaflar ham qo'ygan. Mana uyga to'g'ri kirib kelishimiz. Har bitta kichkina detallarigacha e'tibor bergan. Hamma narsa yangi uyda ichida. Absolutno yangi. Hech nima qilish kerak emas. Mebel, sebil hammasini olib kelib qo'ygan. Savkusim. Juda ham chiroyli interyer, televizor, mikrovolnoy pech, xolodilnik, kerak bo'lsa tefal choynakgacha olib kelib qo'ygan. Sensorli dimoxodlar, mana bunaqa shkaflar, polniy yangi gaz, polniy hamma narsa yangi. Oyna plastik, xavfsizlik uchun reshotkalar qilib qo'ygan oynasiga. Mana bu yerda duh kontr kotyol ham bor. Hamma narsani eng sifatli, eng zo'r narsalarni olib kelgan. Umuman hech nimadan pulni ayamagan. Juda ham zo'r, ixcham kir mashinalargacha qo'yib qo'ygan. Shunday kirasizlar, kiyimlarni olib kelib yashaysiz. Mana oyna, mana bu yerda avtomati, veshilkalari, vashi uy shokolad. Mebellarda enasini yemgan mebellarni olib kelib qo'ygan mana. Shokoladni zaysov yotibdi uy. Yangi televizor, yangi soat, yangi konditsioner, kartinkalar, lyustralar, pardalar, mana spalnik hammasi yangi. Savkusim zo'r qilingan uy. Narxi 31 ming dollar so'ralyapti. Albatta o'tib beriladi. Boyaga o'zim raqamni qoldiraman. Menga telefon qilsangiz, men sizga egasini uchrashtirib qo'yaman. Savdosi halol bo'ladi. Ko'rishguncha.